Liu Bei Jingzhou'ni nimishqa Guayyuga topshirdi. Zhang Fei Zhao Yunlardan birisiga topshirmaydi. Nimishqa? Qissa qildi bayon. Pang Tong sumruq yig'ar ko'talda o'lgandan keyin Liu Bei Zhuge Liangni Shichuan'ga kelib yordamlashishga chaqirdi. Endi bu vaqtda Zhuge Liang qattiq g'amga botdi. Ya'ni nima Zhuge Liang bu yerdan ketsa, Jingzhou'ni kim saqlaydi? Endi Liu Bei'ning yozgan xati qarasaqmi, bu yerda aniq bir narsa demagan. Ya'ni Zhuge Liangga Guayyu qarsun degan. Biroq bishorat bergan. Nim qilgan bu xatni kim davatdi? Guanpingdan davatdi. Guanpingdan davatganlikning o'zi Guayyu saqlasin deganlik. Endi buni bevosita nima devatsa, Zhuge Liangga sal ishonmagandek. Ham Zhuge Liangning bu qo'shindagi inovatiga sal ta'sir etdi. Shunga shundaq bishorat berdi. Ham Zhuge Liangdek bunday aqlli odamni mening bishoratimni uqmay qolam degan davatdi. Ham Zhuge Liang bu yerda Guayyuni saqlashga buyurib, mühürni bir dağa vaqtda Guayyu shunda aldirab ağılıb qopdi. Lekin ko'ngil bir to'xtab olib Guayyudan so'raydi. Guansango navada savsa hujum qilib kelib qolsa qanday qiladi? Qo'shin boshlab chiqib urushima. Undaqda Sunchuan bilan savsa tangli hujum qilib qolsa qanday qiladi? Qo'shinni ikki bo'lib botirlik bilan urushima. Uf, elim so'rabdim, men uzun saqaldim ma gapning. Bo'lmasa ish va ekan to'q bizga deb Guayyuga deydi. Sun bilan ittifoqlashib sav-sav qarish turish. Buni qattiq yodiltib o'tkazib olib, anoniki mang'ulu. Shunami? Ko'pchilik o'ylagan bo'lishi mumkin, bu yerda Guayyuda bunda xotirjam bo'lmagan odam nimishqa Guayyuga topshirdi. Zhang Fei Zhao Yunlardan birisiga topshirsa yoki Guayyuni qo'shin boshlab Shichuan'ga avatib, o'z saqlasin deyishinglar mumkin. Endi bu yerda Pang Tong o'ldi. Liu Bei'ning qishida bir qaltis mushavir kam. Liu Bei'ning qo'lida ixtisosliklarni ko'p emas. Shunga bu yerda Zhuge Liang o'z bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Asliga o'z saqlasi pek yaxshi bo'ldi bu Jingzhou'ning. Endi bu yerda Zhuge Liang ketgandan keyin shu Guayyu, Zhang Fei, Zhao Yun uchidan birisi Jingzhou'ni saqlash kerak. Bu yerda Guayyu eng yaxshi nomzod, eng yaxshi tanlash. Endi bu yerda Zhang Fei nimishqa bo'lmaydi. Zhang Fei'ning mijozining ishtikligi, qaramligini hammanglar bilsizlar. Ondan oldingi qitim Tavchanning qo'lidan shu jo'nagan vaqtda bu yerda Zhang Fei'ni saqlashga buyursa, bu mayxo'rlik qilib, buybuq tatqizib qo'ydi. Ya'ni yog'och qozonni bir qitim chiqib bo'ldi. Shunga Zhang Fei'ga berishga bo'lmaydi. Endi hammanglar bu yerda Zhao Yunni tanlashinglar mumkin. Chunki Zhao Yun nihoyat eg'ir besiq, alamdan pishqan, u bu deb yoqtirsizlar. Biroq Zhao Yunning shu vaqtdagi qo'shindagi inovatidan epetgan vaqtda bu Guayyu Zhang Fei'larga yetmaydi. Bu yerda Zhao Yun nima? Zhao Yun faqat bir Liu Bei'ning xos qo'g'dug'ichilar qo'shinining atraf boshlig'i. Baowen Duzhang degandeklar. Buning xos navkar Baobiyosi bu yerda. Cho'ng qo'shindagi inovatini epetgan vaqtda buning Zhang Fei'chilikmi qo'shini yo'q. Guayyudan albatta jiroq. İkincidен Liu Bei bilan bo'lgan yaqin munosabatlar epetgan vaqtda bu Guayyu, Zhang Fei'lar buningki shaftulliqda qasamlashgan inlari. Zhao Yun bu ikkisidan xil jiroq turdi. Uningki bu yerdagi Guayyu degan kim? Bu Guayyu Liu Bei Jituansining ikkinchi qo'l boshlig'i. Sadoqatmanlik jihatimi bu yerdagi Guayyu butkul jahonga ulgu bo'lgudek bir sadoqatman kishi. Bu amaliyotda isbotlangan. Shundaqmi? Endi albatta alam ma'rifati jihatda bu yerda Zhao Yun bu ikkisidan hargizmi kam emas. Bu aniq. Biroq bu yerda Jingzhou'ni saqlash uchun quruqlikdan sirt suv jamoasini bilish kerak. Ya'ni Jingzhou'ning strategik o'rni quslar bu yuqori tarafda Changjiang daryosidan suv hujumga uchirish mumkin. Bu tarafdan Saosavning quruqlik hujumiga uchirish mumkin. Shunga bu yerda suv jamoasini tan qila oladigan bir kishi kerak. Uchuning orasida faqat mana Guayyular burun Liu Qi bilan birga Sujangning o'ginib qilib baqqan. Bu qalam jihatda mana qilgan jangmozlik jihatda kitoblarni xil ko'rgan. Shunga faqat mana Guayyular Sujangni ham quruqchining o'tisidan tang chiqa oladi bu uchun orasida. Endi sur hayvisdan aytgan vaqtda Guayyuning sur hayvisi butkul jahonga tarqalgan. Bu Zhang Fei, Zhao Yunlarning hayvisi Guayyuga yetmaydi. Bu yerda Saosao Sunchuanlar bu uchidan kimdan qo'rqdi? Faqat shu Guayyudan qo'rqdi. Guayyuning shu hayvisidan qo'rqdi. Saosao hujum qildik degan vaqtimi, hech qaysi bir Guayyu saqlab etibdi bu Jingzhou'ni men bara deyamidi. Hammasi qo'rqdi. Shundaqmi? Guayyuni Jingzhou'ni saqlab etibdi deganlik 10 tuman sarxil lashkar saqlab etibdi degan bilan
barobar. Shuning uchun butkul umum jihatdan qaysi jihatda o'ylasak, bu uchidan Guayyu eng yaxshi nomzod, eng yaxshi tanlash. Endi bu yerda hargizmi Guayyuning keyin Jingjun tatqizib qo'yganligiga qarabla, bu vaqtda Liu Bei bilan Zhuge xato tanlab qo'ygan, bir do'tlik qilib qo'ygan deyishga bo'lmaydi. Albatta bu Guayyuningki bu Jingjun tatqizib qo'yganligimi yolg'iz bir Guayyuning iqtidorsizlik sababli emas, bu nurg'unlagan sabab ilmitlar bor. Buni oldin qatim tafsiliy to'xtalgan to'q. Shuning uchun bu yerda Liu Bei Jingjun saqlashga Guayyuni qo'ygan. Kungmingmi gerçi xotirjam bo'lamizmi, mushuning eng yaxshi tanlash ekanligini his qilgan. Endi bu yerda Guayyuning Jingjuni tatqizib qo'yishdagi muhim bir inchik bir sababni oldin qatim izlamagan. Oldin qatim ko'rgan do'stlar bo'lsa, sizlarcha biz o'ylashib o'tirib qo'ymagan yana qaysi bir sabab bor? Uyg'urcha kitoblar bormi deb to'xtamay so'ragan do'stlarga Chuchvanga nurg'unlagan Uyg'urcha yaxshi kitoblarni akirib qo'ydim. Yoqtirgan do'stlar kirib ko'rib baqsanglar bo'ldi. Rahmat.